Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlarni ayrim muassasalarga kiritish taqiqlanadi degan gap nimani anglatadi? Kimga tegishli, kim xavotir olishi kerak? Kim esa bemalol o'z huquqidan foydalanishda davom etadi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bu bobo yoki pensiya yoshidagi yaqin inson bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga oddiy tilda vahmasiz lekin aniq qilib tushuntiraman. Qaysi joylarga kirishda cheklov bo'lishi mumkin? Qaysi holatda siz pensionersiz kirmaysiz deyish noqonuniy? Qanday hujjatlarni olib yurish kerak va muassasa eshigida sizni qaytarishsa nima qilish lozim? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday huquqiy va ijtimoiy ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Men avvalo eng muhim narsani aytib qo'yaman. Pensioner bo'lgani uchun odamni hamma joydan qaytarish mumkin emas. Konstitutsiya va umumiy qonunchilikka ko'ra yosh katta odam ham boshqa fuqarolar kabi xizmat olish, murojaat qilish, tibbiy yordam olish, bankka kirish, pensiya masalasi bo'yicha idoraga borish, kommunal tashkilotga murojaat qilish huquqiga ega. Shuning uchun pensionerlar endi muassasalar ostonasiga qo'yilmaydi degan gapni ko'rganingizda, uni to'g'ridan to'g'ri hamma pensionerlar hamma joyga kira olmaydi deb tushunmang. Asl masala shundaki ayrim tashkilotlar va muassasalarda kirish tartibi kuchaytirilgan. Bu tartib yoshga qarab emas, xavfsizlik, sanitariya, ichki rejim, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, bolalar xavfsizligi, ishlab chiqarish xavfi yoki maxsus ruxsatnoma talab qilinishi bilan bog'liq. Masalan, bankning mijozlar zali hamma uchun ochiq bo'lishi mumkin, lekin kassaning ichki xonasi, pul saqlanadigan joyi, arxiv yoki xodimlar ishlaydigan yopiq hududi oddiy fuqarolar uchun yopiq bo'ladi. Bu yerga pensioner ham, talaba ham, tadbirkor ham kira olmaydi. Demak, taqiq pensionerlik maqomiga emas, obyektning ichki rejimiga bog'liq. Oldin ko'p joylarda tartib ancha erkin edi. Masalan, kimdir maktabga nabirasini ko'rish uchun bemalol kirib ketardi. Kimdir shifoxonaning ichki bo'limlariga navbatchidan so'ramasdan o'tardi. Kimdir davlat idorasida falon xodimni taniyman deb kabinetgacha kirib borardi. Endi esa ko'p muassasalarda nazorat kuchaymoqda. Kirishda shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Kelish maqsadi yozib olinadi. Navbat elektron bo'lishi mumkin. Ruxsatnoma talab qilinadi. Ayrim hududlarga faqat xodimlar yoki oldindan ro'yxatdan o'tgan shaxslar kiritiladi. Bu o'zgarishlarning sababi oddiy. Birinchidan, xavfsizlik masalasi. Maktab, bog'cha, shifoxona, bank, arxiv, elektr tarmog'i obyektlari, suv inshootlari, ishlab chiqarish korxonalari kabi joylarda kim kirib chiqayotgani aniq bo'lishi kerak. Ikkinchidan, shaxsiy ma'lumotlar himoyasi, pensiya, nafaqa, tibbiy karta, bank hisoblari haqidagi ma'lumotlar begona odam ko'rishi mumkin bo'lgan joyda turmasligi kerak. Uchinchidan, keksalarning o'z xavfsizligi. Ba'zi hududlarda zinapoya, uskuna, kimyoviy modda, qurilish maydoni yoki yuqumli kasallik xavfi bo'lishi mumkin. Shunday joyga pensionerni ham, boshqa fuqaroni ham kiritmaslik aslida himoya chorasi hisoblanadi. Endi men buni hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, o'limi 8 yoshli opa pensiyasini olish uchun bankka bordi. Bankning umumiy mijozlar zaliga kirish kerak, navbat olish kerak, operator bilan gaplashish kerak. Uni siz pensionersiz kirmaysiz deb eshikdan qaytarish mumkin emas. Agar bankda texnik tanaffus bo'lsa, navbat to'lgan bo'lsa, hujjat yetishmasa yoki xavfsizlik tekshiruvi bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin faqat yosh sababli kirishni taqiqlash noto'g'ri. Boshqa misol. Yetim 2 yoshli amaki o'g'lining ish joyiga, masalan, zavodning ishlab chiqarish sexiga kirib borishni xohlaydi. U yerda press uskunalari, elektr xavfi, maxsus kiyim talab qilinadigan joylar bor. Qo'riqchi uni kiritmasa, bu pensioner bo'lgani uchun emas, ishlab chiqarish hududi xavfli va maxsus ruxsatnoma talab qilgani uchun bo'ladi. Hatto 25 yoshli sog'lom yigit ham ruxsatsiz kira olmaydi. Bunday holatda bahslashishdan foyda yo'q. Chunki korxona ichki xavfsizlik qoidalariga amal qiladi. Yana bir misol. Bu nabirasiga ovqat olib borish uchun maktabga keldi. Oldin eshikdan kirib sinfxonagacha borardi. Hozir esa qorovul to'xtatadi, shaxsini so'raydi. Ota-onasidan tasdiq talab qiladi yoki ma'muriyat chaqiradi. Bu ham pensionerlarni kamsitish emas. Maktabda bolalar xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Begona shaxs hatto qarindosh bo'lsa ham ichkariga nazoratsiz kiritilmasligi mumkin. To'g'ri yo'l oldindan sinf rahbari yoki ma'muriyatga qo'ng'iroq qilish
Bolaning ota-onasi orqali ruxsat oldirish, kirishda pasport yoki ID kartani ko'rsatish. Shifoxona misolini olaylik. 65 yoshli erkak kasalxonada yotgan turmush o'rtog'ini ko'rmoqchi. Agar bo'limda karantin, reanimatsiya tartibi, yuqumli kasallik xavfi yoki belgilangan tashrif soati bo'lsa, uni darhol ichkariga kiritmasliklari mumkin. Bu hamma uchun bir xil qo'ydi. Lekin agar shifoxona tashrifga ruxsat bergan bo'lsa, belgilangan vaqtda hujjat bilan shifokor ko'rsatmasiga rioya qilib kirish imkoniyati bo'lishi kerak. Muammo ko'pincha shunda, odamlar taqiq sababini eshitmaydi. Xodimlar esa tushuntirishni to'g'ri bermaydi. Natijada pensionerlarni kiritmayapti degan gap tarqaladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hujjatsiz yuradigan pensionerlar. Ko'p otaxon onaxonlar mahallada hamma meni taniydi deb pasport yoki ID kartani uyda qoldiradi. Lekin muassasalar endi tanish bilish asosida emas, hujjat asosida ishlayapti. Agar siz davlat idorasiga, bankka, shifoxonaga, notariusga, pensiya bo'limiga, maktab yoki bog'chaga borsangiz, yo'lingizda shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lsin. Pensiya guvohnomasi bo'lsa yaxshi. Lekin ko'p holatda asosiy hujjat ID karta yoki pasport hisoblanadi. Ikkinchi xavotir olish kerak bo'lganlar boshqa odam nomidan ish yuritayotgan pensionerlar. Masalan, ona o'g'lining bank kartasi masalasida bankka boradi. Bank xodimi o'g'lingizning o'zi kelsin yoki ishonchnoma olib keling deyishi mumkin. Bu yerda ham ona pensioner bo'lgani uchun emas, bank siri va shaxsiy ma'lumotlar himoyasi sababli cheklov qo'yiladi. Agar yoshli aka ukasining hisobi bo'yicha borsa ham ishonchnomasiz ma'lumot berilmaydi. Uchinchi guruh sog'lig'i sababli maxsus yordamga muhtoj keksalar. Masalan, odam eshitishi past, ko'zi yaxshi ko'rmaydi, yurishi qiyin, xotirasi sust. Bunday inson muassasaga yolg'iz borsa, navbat, elektron terminal hujjat to'ldirish, imzo qo'yish jarayonida qiynalishi mumkin. Uni kiritmasliklari shart emas, lekin xizmat olish murakkablashadi. Shuning uchun bunday holatda yonida yaqin qarindosh yoki rasmiy vakil bo'lish foydali. Kim xavotir olmasligi kerak? Oddiy xizmat olish uchun borayotgan pensionerlar. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, bankdan pul yechish, poliklinikada ko'rikdan o'tish, kommunal to'lov bo'yicha murojaat qilish, mahallaga ariza berish, notariusga borish kabi qonuniy maqsadlarda eshiklar yopiq bo'lmasligi kerak. Agar siz belgilangan ish vaqtida kerakli hujjatlar bilan tartibga rioya qilib borsangiz, xizmat ko'rsatishlari lozim. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, kirish taqiqlangan degani har doim xizmat rad etildi degani emas. Masalan, idoraning ichki kabinetlariga kirish taqiqlangan bo'lishi mumkin, lekin qabulxona orqali ariza topshirish mumkin. Arxiv xonasiga kiritishmaydi, lekin arxiv ma'lumotnomasini rasmiy so'rov orqali olish mumkin. Bankning ichki bo'limiga kiritishmaydi, lekin operator oynasi orqali masala hal qilinadi. Shuning uchun eshikda to'xtatishsa, darhol janjal qilish emas, menga xizmatni qaysi tartibda ko'rsatasiz deb so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, yosh bo'yicha cheklov faqat tibbiy yoki xavfsizlik asosida tavsiya sifatida bo'lishi mumkin. Masalan, yuqumli kasallik bo'limida yoshi katta odamlarga kirish tavsiya etilmasligi mumkin. Chunki immuniteti pastroq bo'ladi. Ammo bu ham aniq tartib, buyruq yoki shifokor ko'rsatmasi bilan tushuntirilishi kerak. Siz qarsiz kirmang degan gap madaniyatsizlik va kamsitishdir. To'g'ri ibora, bu bo'limda karantin bor. Tashrif vaqtincha cheklangan, ma'lumotni navbatchi shifokor beradi. Uchinchi nozik jihat, muassasa ostonasida qo'riqchi turishi uning xohlagan odamni qaytarish huquqi bor degani emas. Qo'riqchi ichki tartibni bajaradi. Agar u sizni kiritmasa, sababini aytish kerak. Ish vaqti tugaganmi? Navbat oldindan yoziladimi? Hujjat yetishmayaptimi? Ruxsatnoma kerakmi? Rahbar qabul kuni emasmi? Hudud yopiqmi? Agar sabab aytilmasa yoki pensionerlar kirmaydi deb qo'pol javob berilsa, siz muassasa rahbariyatiga yozma murojaat qilishingiz mumkin. 4-nozik shart, elektron navbat masalasi. Ko'p pensionerlar terminaldan navbat olishni bilmaydi. Ba'zi joylarda xodimlar yordam beradi, ba'zi joylarda esa odamni navbat olmabsiz deb qaytaradi. Men bunday vaziyatda pensionerlarga maslahat beraman. Kirishda darhol, men elektron navbat olishda yordam so'rayman deb ayting. Davlat xizmatlari, poliklinika, bank kabi joylarda odatda maslahatchi yoki navbatchi xodim bo'ladi. Agar yordam berishmasa, bu xizmat sifati muammosi. Uni shikoyat qilish mumkin. 5-nozik jihat, ishonchnoma. Keksalar ko'pincha farzandlari, turmush o'rtog'i
yoki qo'shnisi nomidan ish yuritadi. Lekin bank, notarius, pensiya, kadastr, soliq, tibbiy ma'lumot kabi masalalarda men onasiman, men otasiman, men qo'shnisiman degan gap yetarli bo'lmaydi. Rasmiy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Masalan, 7 yoshli ona chet eldagi o'g'lining uy hujjatini rasmiylashtirmoqchi bo'lsa, notarial ishonchnomasiz ish bitmaydi. Bu cheklov keksalarga qarshi emas, firibgarlikning oldini olish uchun joriy qilingan. 6. Nozik jihat. Nogironligi bo'lgan yoki harakatlanishi qiyin pensionerlar uchun qulayliklar. Agar muassasada pandus bo'lmasa, lift ishlamasa, navbatda o'tirish joyi bo'lmasa, bu alohida muammo. Kirishni taqiqlashdan ko'ra. Muassasa imkon qadar qulay sharoit yaratishi kerak. Masalan, arizani birinchi qavatda qabul qilish, xodimni pastga tushirish, telefon orqali tushuntirish berish, yaqin qarindosh orqali hujjatlarni qabul qilish tartibini ko'rsatish mumkin. Siz bunday holatda muloyim, lekin qat'iy talab qiling. Men xizmat olish huquqiga egaman, harakatlanishim qiyin. Mas'ul xodimni chaqirib bering. 7. Nozik jihat, xususiy muassasalar, xususiy klinika, xususiy bank, xususiy o'quv markazi, savdo markazi ham ichki tartib o'rnatishi mumkin. Lekin ular ham iste'molchini asossiz kamsitmasligi kerak. Masalan, xususiy klinika 7 yoshdan oshganlarni qabul qilmaymiz desa, bu juda bahsli holat. Agar muayyan tibbiy xizmat keksa odamga xavfli bo'lsa, shifokor tibbiy asos bilan rad etishi mumkin. Lekin umumiy ko'rik, maslahat, tahlil topshirish kabi xizmatlarda yoshni bahona qilish noto'g'ri. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, men tavsiya qiladigan aniq qadamlar bor. Birinchi qadam, doimiy hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi. Tibbiy ma'lumot kerak bo'lsa, nogironlik hujjati, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqamingiz, yaqin qarindoshning telefon raqami bo'lsin. Asl hujjatlarni ham muhim joyga borganda olib boring. Nusxa ham kerak bo'lishi mumkin. Chunki ayrim idoralarda hujjat nusxasini so'rashadi. Ikkinchi qadam, boradigan joyingizning ish vaqtini oldindan tekshiring. Ko'p muammo shundan kelib chiqadi. Odam soat 2 o'rguring beda boradi. Tushlik 12 boshlanadi. Keyin meni kiritmadi deydi. Yoki qabul faqat seshanba va payshanba kuni bo'ladi. Telefon qilib so'rang, mahalla orqali aniqlang, rasmiy sayt yoki yagona portal orqali ko'ring. Agar internetdan foydalanmasangiz. Farzandingizdan yoki qo'shningizdan yordam so'rang. 3-qadam, kirishda sababni aniq ayting. Masalan, men pensiyam qayta hisoblanishi bo'yicha ariza topshirmoqchiman. Men shifokor qabuliga yozilganman. Men bank kartam blokdan chiqishi bo'yicha keldim. Men nabiramni olib ketish uchun keldim. Ota-onasi xabardor. Maqsad aniq bo'lsa, xodim ham sizni to'g'ri yo'naltiradi. 4-qadam, agar kiritishmasa, sababini yozma yoki aniq og'zaki so'rang. Shunday deng. Iltimos, qaysi asosga ko'ra kiritilmayapman? Qaysi tartib yoki buyruq? Menga xizmatni qanday shaklda olsam bo'ladi? Bu savollar janjal emas, normal huquqiy savollar. Xodimlar ko'pincha shu savoldan keyin vaziyatni tushuntirib beradi yoki mas'ul shaxsni chaqiradi. 5-qadam, rad etish holatini qayd qiling. Sana vaqt, muassasa nomi, eshikdagi xodimning ismi sharifi bo'lsa yozib oling. Guvoh bo'lsa telefon raqamini oling. Agar qo'pollik bo'lsa, muassasa rahbariga ariza yozing. Arizada isyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qachon bordingiz, nima maqsadda bordingiz, kim nima dedi? Sizga qanday zarar yoki noqulaylik tug'ildi? Nimani so'rayapsiz? 6-qadam, ariza matnini oddiy yozing. Masalan, men falonchi, falon sanada, falon muassasaga, falon masala bo'yicha murojaat qildim. Kirishda menga xizmat ko'rsatilmasligi aytildi. Rad etish sababi tushuntirilmadi yoki pensionerligim sabab qilib ko'rsatildi. Menga rad etishning huquqiy asosini yozma ravishda tushuntirib berishingizni hamda murojaatimni qonuniy tartibda ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mana shunday ariza ko'p holatda muammoni joyida hal qiladi. 7-qadam. Yuqori tashkilotga murojaat qilishni biling. Agar bankda muammo bo'lsa, bankning bosh ofisi yoki markaziy bankning murojaat kanallariga yozish mumkin. Agar tibbiyot muassasasida bo'lsa, tuman yoki shahar sog'liqni saqlash bo'limiga murojaat qilinadi. Agar maktab yoki bog'chada bo'lsa, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga murojaat qilinadi. Agar pensiya masalasida bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi yoki yuqori organiga murojaat qilish mumkin. Davlat xizmatlari bo'yicha esa Davlat xizmatlari markazi yoki tegishli agentlik kanallari orqali shikoyat qilinadi.
8-qadam. Ishonchnomani oldindan rasmiylashtiring. Agar pensionerning o'zi yurishga qiynalsa, farzandi yoki yaqin qarindoshi uning nomidan ish yuritishi uchun notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnomada aniq vakolatlar yozilsin. Bank ishlari, pensiya hujjatlari, tibbiy hujjat olish, kommunal masalalar, kadastr ishlari. Hamma ishlarimni yursin degan umumiy ibora ba'zi joylarda yetarli bo'lmasligi mumkin. 9-qadam. Telefon orqali yozuv va elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Men bilaman, hamma pensioner ham internetdan bemalol foydalana olmaydi. Lekin oilada yoshlar bo'lsa, ularga ayting. Ota-onangizni navbatga yozib qo'ying. Kerakli hujjat ro'yxatini chiqarib bering, muassasa manzilini aniqlab bering. Bu oddiy yordam pensionerni eshik sarson bo'lishdan saqlaydi. 10-qadam. O'z huquqingizni xotirjam himoya qiling. Baqirish, haqorat qilish eshikni majburan ochishga urinish vaziyatni yomonlashtiradi. Siz muloyim, lekin qat'iy bo'ling. Men tartibni buzmoqchi emasman. Men faqat qonuniy xizmatimni olishni xohlayman degan pozitsiya eng to'g'ri yo'l. Yana bir muhim maslahat. Agar pensioner muassasaga borayotganda sog'lig'i yaxshi bo'lmasa, masalan qon bosimi yuqori, yuragi bezovta, qand kasalligi bo'lsa, yolg'iz bormasin. Navbat uzoq cho'zilishi mumkin. Yonida suv, dori, telefon, yaqinlar raqami bo'lsin. Ayrim hujjatlarni bir kunda bitkazaman deb o'zingizni qiynamang. Avval ro'yxatni oling, keyin tayyorlab boring. Shuningdek, har bir pensioner bitta narsani bilib qo'ysin. Xizmat ko'rsatish joyi bilan yopiq hudud bir xil emas. Masalan, hokimiyat binosining qabulxonasi fuqarolar uchun, lekin barcha kabinetlar erkin kirish joyi emas. Poliklinikaning registraturasi fuqarolar uchun, lekin laboratoriyaning ichki xonasi faqat xodimlar uchun. Bankning operator zali mijozlar uchun, lekin server xonasi kassa o'rti. Inkassatsiya hududi yopiq. Maktabning kirish qismi nazoratli, sinfxonalar esa faqat ruxsat bilan. Shu farqni bilsangiz, ko'p tushunmovchilik yo'qoladi. Demak, azizlar, asosiy xulosa shuki, pensionerlarni faqat pensioner bo'lgani uchun muassasalarga kiritmaslik to'g'ri emas. Ammo ayrim joylarda xavfsizlik, sanitariya, bolalar himoyasi, bank siri, ishlab chiqarish xavfi yoki ichki rejim sababli kirish tartibi cheklanishi mumkin. Farqi mana shu yerda. Taqiq yoshga qarshi bo'lsa, bu muammo taqiq maxsus hududga, maxsus rejimga yoki hujjat yetishmasligiga bog'liq bo'lsa. Bu tartib sizning vazifangiz. Hujjatlarni tayyor yurish, boradigan joyingiz tartibini oldindan bilish, sababni aniq aytish, rad etishsa asosini so'rash, kerak bo'lsa yozma murojaat qilish. Farzandlar va nabiralar esa ota-onalarini, buy bobolarini yolg'iz tashlab qo'ymasligi, ularga elektron navbat, hujjat, ariza va murojaatlarda yordam berish kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Qaysi muassasada qanday sabab bilan kiritishmadi? Masala qanday hal bo'ldi? Sizning tajribangiz boshqalarga foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi bor yaqinlaringizga yuboring. Men keyingi videolarda ham sizga huquq, pensiya, nafaqa va kundalik hayotdagi muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib berishda davom etaman.